yaqinda shu 3-4 yil orasida qo'limga toshmalar toshishni boshladi. Keyin oldin changa shunaqalarga tez aksirardim-da. Keyin hozir endi narsa yesam, tuxum yesam ham, o'sha 2 yildan beri tuxum yesam, narsa toshiradi-da, ozgina mana bunaqa narsa toshiradi-da, keyin shu pushta bo'lib turib qichadi yomon. Hozir endi juda ko'payib ketdi bu toshmalarim. Badaningizda Badanimda ham bor. Oyog'imda, mana qorin sohasida bor. Keyin qo'llarimda ko'payib ketdi. Keyin juda ko'p aksiraman. Burun bitadimi? Burnim bitadi. Kechqurun uyquchi, Uyquda mana shu 1 kun oldin moshli ovqat yegandim. 0 oldin moshli ovqat yeganimda uncha bo'lmasdi. Borgan yildan yilga kuchayib boryapti. Chunki uni ichida tiramin degan nima bo'ladi? Fasol bular sizga to'g'ri kelmaydi. Ularni ichida o'sha tiramin o'sha kletkalarni aktivlashtirib, u gistamin подобные веществоlar chiqaradi, mana shunaqa allergik holatga keltiradi. Nimaga allergiyaligimni bilmayman lekin, aniq shuni topshirib kerak. Allergiyadan qonlar topshiruvdingizmi? Qon analiz umuman topshirmaganman hali. Hozir qorningiz ochmi? Hozir qornim och, ataydan ochib keldim. Telegramdan yozgandim. Qarang, men sizga hozir bitta faqat analizni topshirib turaman. O'shani topshirasiz. Undan keyin ovqatlanib, undan keyin kelasiz, xo'pmi? Уже birdaniya lecheniya boshlab beraveraman. Nimayda analizni keyin nimasi javobiga qarab, уже korreksiya qilaman. Nima kerak, nima